Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan mavzuni muhokama qilamiz. Bu sizning, ota-onangizning, yaqinlaringizning kelajagi haqida. Shuning uchun iltimos, diqqat bilan eshiting va videoni oxirigacha ko'ring. Gap 2026 yilda kuchga kirishi kutilayotgan yangi pensiya qoidalari haqida ketmoqda. Bu qoidalar har birimizga daxldor bo'lib, nafaqat hozirgi pensionerlarni, balki yoshlarni yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlarni ham ta'sir qiladi. Hozirda ko'pchilik ushbu o'zgarishlardan bexabar, ammo ular allaqachon ishlab chiqilmoqda va 2026 yilga borib ko'pchilikni vaqt oldida qoldirishi mumkin. Shuning uchun agar kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, hoziroq obuna bo'lish tugmasini bosing va ushbu videoga like qo'yishni unutmang. Bu ma'lumotlar chinaqamga bebaho va uni bilishingiz shart. Muammoning mohiyati shundaki pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashtirilib borilmoqda. Agar oldinroq pensiya hisoblashda asosiy e'tibor mehnat daftarchasidagi yozuvlarga qaratilgan bo'lsa, endilikda raqamlashtirish jarayoni va ma'lumotlar bazalarining integratsiyasi tufayli pensiya hisoblashning yangi mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi adolatli va shaffof tizim yaratish. Har bir fuqaroning mehnat stajini va daromadlarini maksimal aniqlikda hisobga olish. Biroq bu jarayon ba'zi fuqarolar uchun kutilmagan qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Ayniqsa ilgari rasmiy bo'lmagan joylarda ishlaganlar, xorijda mehnat qilganlar yoki hujjatlari to'liq bo'lmaganlar uchun bu jiddiy muammo bo'lishi mumkin. Hozirda ko'pchilik pensiyaga chiqishda faqatgina mehnat daftarchasi yetarli deb o'ylaydi. Ammo 2026 yildan boshlab bu holat tubdan o'zgarish kutilmoqda. Endilikda nafaqat mehnat daftarchasi, balki shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'idagi ma'lumotlar, soliq to'lovlari haqidagi axborotlar va boshqa elektron ma'lumotlar bazalari birgalikda tekshirilishi mumkin. Bu esa mehnat stajini tasdiqlash jarayonini yanada murakkablashtiradi va barcha ma'lumotlar raqamli shaklda mavjud bo'lishini talab qiladi. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu o'zgarishlar nima degani va kimlar bu borada ko'proq xavotir olish kerak? Kimlarga esa unchalik tashvishlanish shart emas. Keling, har bir jihatni batafsil ko'rib chiqamiz. Birinchidan nima o'zgaradi? Avvalroq, pensiya hisoblashda asosan sizning mehnat daftarchangizdagi yozuvlar asos qilib olingan. Ya'ni ish beruvchi daftarchaga belgi qo'ygan bo'lsa, sizning stajingiz tasdiqlangan hisoblanardi. Biroq bu tizimda ba'zi kamchiliklar bor edi. Masalan, ba'zi holatlarda mehnat daftarchasiga yozuvlar noto'g'ri kiritilgan. Ba'zilarida esa hujjatlar yo'qolib qolgan yoki umuman rasmiylashtirilmagan holatlar mavjud edi. Endi esa davlat zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda har bir fuqaroning mehnat faoliyatini to'liq va shaffof tarzda kuzatib borishni maqsad qilgan. 2026 yildan boshlab pensiya tayinlashda faqatgina mehnat daftarchasiga emas, balki shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisobvarag'ingizdagi, ya'ni sizning IMPS, ba'zida eski nom bilan PNFL raqamingizga bog'liq bo'lgan ma'lumotlarga, ish beruvchi tomonidan siz uchun to'langan ijtimoiy ajratmalarga, soliq organlaridagi daromadlaringiz haqidagi axborotlarga asoslanish kutilmoqda. Ya'ni agar sizning mehnat daftarchangizda yozuv bor, ammo tegishli davr uchun sizning nomingizdan pensiya jamg'armasiga to'lovlar amalga oshirilmagan bo'lsa, o'sha davr uchun stajingiz hisobga olinmasligi mumkin. Bu juda jiddiy o'zgarish. Ikkinchidan, kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? 1. Hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Agar sizning mehnat daftarchangizda bo'shliqlar bo'lsa, ba'zi davrlar uchun yozuvlar kiritilmagan bo'lsa yoki hujjatlaringiz yo'q qolgan bo'lsa, siz zudlik bilan harakat qilishingiz kerak. 2. Rasmiy bo'lmagan joylarda ishlaganlar, ya'ni faoliyatingiz rasmiylashtirilmagan, lekin siz ma'lum bir muddat ishlagan bo'lsangiz, bu davr uchun stajingizni tasdiqlash juda qiyin bo'ladi. Masalan, kichik tadbirkorlik subyektlarida yillab norasmiy ishlaganlar yoki qishloq xo'jaligida rasmiylashmay faoliyat yuritganlar, xorijda mehnat qilganlar. Chet elda ishlagan stajni tasdiqlash uchun ko'pincha maxsus shartnomalar, xalqaro bitimlar va hujjatlarni legallashtirish talab qilinadi. Agar siz xorijda ishlagan bo'lsangiz va o'sha davr uchun hujjatlaringizni to'liq tartibga solmagan bo'lsangiz, katta muammolarga duch kelishingiz mumkin. 4. Pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar. Agar siz 2026-2030 yillarda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, sizning holatingizni hozirdan chuqur tahlil qilishingiz zarur. Chunki sizda kam vaqt qolgan bo'ladi.
hujjatlarni to'plash va muammolarni hal qilish uchun. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz sonlar bilan. Misol Ahmad aka 8 yoshda. Uning mehnat daftarchasiga ko'ra 30 yillik stajga ega. Biroq 2000 yildan 2010 yilgacha bo'lgan davrda u Toshkent shahridagi bir shaxsiy firmada ishlagan. Daftarchada yozuv bor, lekin pensiya jamg'armasining elektron ma'lumotlar bazasini tekshirilganda aynan shu 10 yil davomida uning nomidan pensiya jamg'armasiga hech qanday to'lovlar amalga oshirilmagani aniqlandi. Firma rahbari esa hozir yo'q yoki faoliyatini tugatgan. Agar 2026 yildan boshlab bu qoidalar qattiq amal qilsa, Ahmad akaning bu 10 yillik staji hisobga olinmasligi mumkin. Natijada uning pensiya miqdori keskin kamayishi yoki umuman pensiya olish huquqidan mahrum bo'lishi mumkin. Masalan, agar 30 yil staj bilan u 2 million so'm pensiya oladigan bo'lsa, 20 yil staj bilan bu miqdor 23,1 million so'mga tushib ketishi yoki umuman bazaviy pensiya miqdorida qolishi mumkin. Bu esa bir oyda 100 minglab so'm yo'qotish degani. Misol 2. Dilfuza opa 25 yoshda. Uning rasmiy staji 25 yil. Lekin 1995 yildan 2005 yilgacha bo'lgan davrda u uyda o'tirib tikuvchilik bilan shug'ullangan, norasmiy daromad olgan. Uning do'stlari va mijozlari bor edi. Ular uning xizmatlari uchun naqd pul to'lagan. Hozir u o'sha davr uchun stajni qo'shishni istaydi. Avvalroq bunday holatlarda guvohlarning ko'rsatmasi yoki boshqa ba'zi hujjatlar qisman yordam berishi mumkin edi. Lekin 2026 yildan boshlab bu 10 yilni tasdiqlash deyarli imkonsiz bo'lishi mumkin. Chunki pensiya jamg'armasiga hech qanday to'lov amalga oshirilmagan. Natijada u to'liq pensiya olish uchun yetarli stajga ega bo'lmaydi va faqat minimal pensiya miqdori bilan cheklanishi mumkin. Minimal staj 20 yil bo'lsa, uning 15 yillik staji yetmaydi va u pensiya o'rniga nafaqa olishi mumkin. Misol 3 Botirgar 5 yoshda. Uning mehnat daftarchasidagi yozuvlar tartibda. Biroq 1998 yilda u qisqa muddatga bir korxonadan ikkinchisiga o'tayotgandi. Bir oylik bo'shliq paydo bo'lgan. O'sha paytda u ish qidirish bilan band bo'lgan va hech qayerda rasman ro'yxatdan o'tmagan. Bu kichik bo'shliq bugun unchalik ahamiyatli bo'lmasligi mumkin. Lekin 2026 yildan boshlab har bir oy va kun muhim bo'ladi. Pensiya hisoblashda eng kichik bo'shliqlar ham umumiy stajga ta'sir qilishi mumkin. Garchi bu misolda ta'sir unchalik katta bo'lmasa-da, agar bunday bo'shliqlar bir necha yilni tashkil etsa, u holda pensiya miqdori sezilarli darajada kamayishi mumkin. Misoldir Shahnoza opa 60 yoshda. Uning rasmiy ish staji ko'rdama yil. U o'z faoliyatini 1960 yillarda boshlagan. Uning mehnat daftarchasi to'liq, ammo 1990 yillarning o'rtalarida u turmushga chiqib boshqa shaharga ko'chib o'tganida ba'zi hujjatlari, masalan, o'sha davrdagi ish joyidan berilgan ba'zi ma'lumotnomalar va sertifikatlarni yo'qotib qo'ygan. Garchi mehnat daftarchasida yozuvlar bo'lsa-da, agar pensiya jamg'armasining elektron ma'lumotlarida o'sha korxonadan tegishli to'lovlar ko'rinmasa, Shahnoza opadan o'sha davr uchun qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Va agar u bu hujjatlarni topa olmasa, hatto daftarchasida yozuv bo'lsa ham, ba'zi davrlar uchun staj hisobga olinmasligi ehtimoli bor. Bu nafaqat yangi pensiya yoshiga yetganlarga, balki hozirgi pensionerlarga ham tegishi mumkin. Chunki kelajakda pensiyalarni qayta hisoblashda ushbu yangi qoidalar tatbiq etilishi mumkin. Endi esa kimlarga unchalik tashvishlanish shart emas. Asosan, bu yoshligidan boshlab butun mehnat faoliyati davomida rasmiy va qonuniy tarzda ishlagan, ish haqi to'liq oylik shaklida olgan. Barcha soliq va ijtimoiy to'lovlar o'z vaqtida amalga oshirilgan fuqarolar. Ularning mehnat daftarchasidagi yozuvlar elektron bazadagi ma'lumotlarga to'liq mos keladi. Bunday fuqarolar uchun yangi qoidalar hech qanday muammo tug'dirmaydi. Aksincha, ularning pensiyalari yanada aniqroq va adolatliroq hisoblanishi kafolatlanadi. Ammo shunga qaramay, ularga ham o'z shaxsiy pensiya hisob varag'idagi ma'lumotlarni va mehnat daftarchasini tekshirib turish tavsiya etiladi. Sababi ba'zida ish beruvchining xatosi tufayli ham ma'lumotlarda nomuvofiqliklar yuzaga kelishi mumkin. Endi esa ushbu yangi qoidalardagi istisnolar, ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylar va noaniq nuanslar haqida gaplashamiz. Istisnolar. Ba'zi kasb egalari va fuqarolar toifalari uchun pensiya ta'minotida alohida qoidalar amal qilishi mumkin. Masalan, harbiy xizmatchilar, ichki ishlar organlari xodimlari, ayrim xavfli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlaganlar uchun alohida pensiya ta'minoti tizimlari mavjud.
ularning staji va pensiyasi maxsus qonun hujjatlari asosida hisoblanadi. Agar siz ushbu toifalarga kirsangiz, sizning holatingizda o'zgarishlar mavjud pensiya to'g'risidagi qonunlarga kiritiladigan o'zgarishlarga bog'liq bo'ladi. Lekin baribir ularga ham shaxsiy ma'lumotlarni tekshirib turish tavsiya etiladi. Shuningdek, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki o'quvchisini yo'qotgan oilalar uchun tayinlanadigan nafaqalar alohida qonunlar asosida belgilanadi va ularning hisob-kitoblariga ushbu yangi qoidalar to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmasligi mumkin. Ammo pensiya jamg'armasiga o'z vaqtida taqdim etiladigan hujjatlarning to'g'riligi va to'liqligi har doim muhimligicha qoladi. Ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan joylar va noaniq nuanslar. 1. Ma'lumotlar bazasidagi nomuvofiqliklar. Yuqorida aytib o'tganimdek, hatto barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa ham, pensiya jamg'armasining elektron ma'lumotlar bazasida sizning stajingiz yoki to'lovlar bo'yicha ba'zi nomuvofiqliklar paydo bo'lishi mumkin. Bu texnik xatolar, eski ma'lumotlarni kiritishdagi xatolar yoki ish beruvchining xatolari tufayli yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarni imkon qadar tezroq aniqlash va tuzatish juda muhimdir. Agar siz bu holatlarni keyinga qoldirsangiz, keyinchalik isbotlash jarayoni murakkablashishi mumkin. 2. Ish beruvchining javobgarligi. Pensiya ta'minoti tizimining shaffofligi oshishi bilan ish beruvchining javobgarligi ham ortadi. Agar ish beruvchi o'z xodimlari uchun ijtimoiy to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq to'lamasa, bu nafaqat ish beruvchiga nisbatan sanksiyalarga, balki xodimning pensiya miqdoriga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Afsuski, ko'pchilik fuqarolar o'z ish beruvchisi tomonidan ular uchun qanday to'lovlar amalga oshirilayotganini bilishmaydi. Bu esa kelajakda muammolar keltirib chiqarishi mumkin. Retroaktiv ta'sir, hozirgi pensiya olayotgan fuqarolar ham xotirjam bo'lmasliklari kerak. Kelajakda pensiyalar qayta hisoblanishi yoki yangi qoidalar asosida reviziya qilinishi mumkin. Shuning uchun hatto pensiyada bo'lsangiz ham o'zingizning stajingiz va to'lovlar bo'yicha ma'lumotlaringizni tekshirib turish sizga zarar qilmaydi. Ayniqsa ilgari norasmiy ishlagan yoki hujjatlari to'liq bo'lmagan, davrlari bo'lgan pensionerlar bunga diqqat qilishlari kerak. 4. Xalqaro stajni hisoblash. Agar siz xorijda ishlagan bo'lsangiz, O'zbekiston Respublikasi va boshqa davlatlar o'rtasidagi xalqaro shartnomalarni o'rganishingiz kerak. Ba'zi davlatlar bilan pensiya masalalari bo'yicha bitimlar mavjud bo'lib, ular stajni o'zaro hisoblash imkonini beradi. Ammo barcha davlatlar bilan bunday shartnomalar yo'q va sizning xorijdagi stajingiz umuman hisobga olinmasligi mumkin. Bu holatda xorijdagi daromadingizdan o'z vaqtida pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy to'lovlar qilib turgan bo'lsangiz, bu sizga yordam berishi mumkin edi, lekin ko'pchilik buni qilmaydi. 5. Pensiya yoshining o'zgarishi. Garchi bu video mavzusi 2026 yildagi qoidalar haqida bo'lsa-da, pensiya yoshining kelajakda o'zgarishi ham pensiya tizimining muhim jihati hisoblanadi. Hozirda O'zbekistonda erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun 55 yosh etib belgilangan. Biroq jahon tendensiyalariga ko'ra pensiya yoshi bosqichma-bosqich oshirilishi mumkin. Bu ham kelajakda pensiya olishni rejalashtirganlar uchun muhim ahamiyatga ega. Endi esa amaliy maslahatlarga o'tamiz. Siz aynan nima qilishingiz kerak? Bu qadamlar aniq va tushunarli bo'lishi kerak. Birinchi qadam, mehnat daftarchangizni va boshqa mehnat hujjatlaringizni diqqat bilan tekshiring. Har bir sahifani, har bir yozuvni ko'zdan kechiring. Xatoliklar, noto'g'ri sanalar, o'chirilgan yozuvlar, bo'shliqlar bormi? Agar biron bir joyda o'chirish, ustiga yozish yoki tushunarsiz yozuvlar bo'lsa, bu sizga kelajakda muammo tug'dirishi mumkin. Ishga kirish va ishdan bo'shatish sanalarining aniqligiga e'tibor bering. Barcha yozuvlar tegishli muhrlar bilan tasdiqlanganligiga ishonch hosil qiling. Agar eski ish joyingiz tugatilgan bo'lsa va yozuvlarda muammo bo'lsa, arxivlardan ma'lumot izlashga to'g'ri keladi. Ikkinchi qadam, o'zingizning shaxsiy pensiya hisob varag'ingizdagi ma'lumotlarni tekshiring. Buning uchun MyBoxOKUBov uz portali orqali pensiya va nafaqalar bo'limiga kirishingiz mumkin. Bu yerda siz o'zingizning individual jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ingizdagi IJPX ma'lumotlarni ko'rishingiz, ish beruvchingiz tomonidan siz uchun qancha to'lovlar amalga oshirilganligini bilishingiz mumkin. Har bir yil va oy bo'yicha to'lovlar aks etishi kerak. Agar sizning mehnat daftarchangizdagi staj elektron bazadagi ma'lumotlarga mos kelmasa, aynan mana shu bosqichda nomuvofiqlikni aniqlaysiz. 3-qadam. Qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlarni to'plang. Agar mehnat
daftarchangizda yoki elektron bazada nomuvofiqliklar mavjud bo'lsa, sizda o'sha davr uchun qo'shimcha hujjatlar bo'lishi kerak. Bularga quyidagilar kiradi. Ishga qabul qilish va ishdan bo'shatish buyruqlarining nusxalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma agar saqlangan bo'lsa, mehnat shartnomalari nusxalari, korxona yoki tashkilotdan berilgan ma'lumotnomalar, agar u hozir ham faoliyat yuritayotgan bo'lsa, soliq to'lovlari to'g'risidagi ma'lumotnomalar, agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan bo'lsangiz, bank hisobvaraqlaridan ko'chirmalar, agar ish haqi bank orqali o'tkazilgan bo'lsa va bu sizning stajingizni tasdiqlash uchun muhim bo'lsa, agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxiv hujjatlari bilan bog'liq joydan, viloyat yoki shahar arxiv idorasidan ma'lumot so'rab olishingiz mumkin. 4-qadam. Zudlik bilan mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. Agar sizda hujjatlar bilan bog'liq muammolar, stajdagi bo'shliqlar yoki elektron bazadagi nomuvofiqliklar aniqlansa, vaqtni yo'qotmang, mahalliy pensiya jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Mutaxassislar sizning holatingizni ko'rib chiqadilar, mavjud muammolarni aniqlashga yordam beradilar va ularni hal qilish bo'yicha maslahat beradilar. U yerda siz arizangizni yozishingiz, mavjud hujjatlaringizni taqdim etishingiz va qanday qilib stajingizni tasdiqlash mumkinligini so'rashingiz mumkin. Ular sizga aynan qaysi hujjatlar kerakligini va qayerdan olish mumkinligini tushuntirishlari shart. 5-qadam. Huquqiy maslahat oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, hujjatlaringiz yo'qolgan va korxona tugatilgan va arxivda ham ma'lumot topilmayapti, yoki xorijda ishlagan stajni tasdiqlashda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, malakali yuridik maslahatchiga yoki advokatga murojaat qiling. Ba'zi hollarda stajni sud orqali tasdiqlashga to'g'ri kelishi mumkin. Bu jarayon vaqt talab qilishi va qo'shimcha xarajatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu qadamni imkon qadar erta boshlash muhimdir. 6-qadam. Rasmiy axborot manbalaridan xabardor bo'ling. Barcha pensiya qoidalari va ulardagi o'zgarishlar haqidagi ma'lumotlarni faqat rasmiy manbalardan, pensiya jamg'armasining veb-sayti, Adliya vazirligining hujjatlar portali, mahalliy hokimiyat organlari axborotlari oling. Turli xil mishlar va noto'g'ri ma'lumotlarga ishonmang. Xulosa qilib aytganda, 2026 yilda pensiya qoidalarining yangilanishi davlatning pensiya tizimini yanada adolatli va shaffof qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Biroq bu o'zgarishlar barcha fuqarolardan mas'uliyatli yo'nda shuni va o'z pensiya huquqlari haqida oldindan qayg'urishni talab qiladi. Agar siz hozirdan o'z hujjatlaringizni tartibga keltirsangiz, ma'lumotlaringizni tekshirsangiz va aniqlangan muammolarni hal qilsangiz, kelajakda kutilmagan vaziyatlarga tushib qolmaysiz. Shuni unutmangki, har bir fuqaro o'zining mehnat staji va pensiya ta'minoti uchun shaxsan javobgardir. Vaqtni boy bermang, hozirdan harakat qiling. Ushbu video siz uchun foydali bo'ldi degan umiddaman. O'z fikr mulohazalaringizni, savollaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Bu boshqa foydalanuvchilar uchun ham qimmatli bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Shunda biz yana ko'proq foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda davom etamiz. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.